Ukam uyga xo'jalikka ishlatish uchun motoblok olmoqchiman, lekin o'zi bu motobloklarning nima ishlar qila oladi degan akalarimiz uchun e'tibor berasizlar. Xo'p, mana bu ko'rib turganinglar 7-6 kuchli motoblokni roli gidravlikali, bitta qo'lda o'zida buriladigan, juda ham yaxshi qilib ishlangan 7-6 kuchli motoblok. Xo'p, yon tomonida 7-6 kuchli motoblokka temir g'ildirak qo'yilgan varianti va undan tashqari undan keyingi 7-6 kuchli motoblokka e'tibor beradigan bo'lsanglar, oyog'ida kichkina qilib ishlangan kultivatsiya, chizel, agatlarda ichida ishlov berish uchun kichkina temir balon hamda orqasiga agat qo'yilgan varianti. Va undan tashqari 7-6 kuchli motoblokka ko'rib turganinglardek oyoqlariga yer chopish uchun qo'yilgan frezalari va undan tashqari 7-6 kuchli motobloklar uchun universal bo'lgan chizel. Bu chizellarimiz 50, 60, 70 agatlar ichiga tushib, kultivatsiya chizel qilish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Tevalarida legrovkasi bor, bemalol siljitib ishlatsanglar bo'ladi. Va undan tashqari 7-6 kuchli motoblogimizga ko'rib turganinglardek kartoshka kovlaydigan ulangan variant akalar. Va undan tashqari yana 7-6 kuchli motoblogimiz uchun agat oladigan qo'yilgan varianti va undan ham tashqari akalar yana e'tibor beringlar. 7-6 kuchli motoblogimizga universal bo'lgan plug ulangan holati. Bu plugimiz universal hisoblanishidan sabab o'ng tomonga ham, chap tomonga ham ko'rib turganinglardek legrovka bo'ladi hamda orqa tomondan turpoqda ham ikkita tomonga otib berish uchun mo'ljallangan universal plug. Xo'p, undan tashqari 7-6 kuchli motoblogimiz uchun oddiygina plug holati akalar. Va undan tashqari yana 7-6 kuchli motoblok uchun urug' ekib, dori solish uchun selka apparati, ham don mahsulotlarini ekish uchun hamda dorilar solish uchun selka apparati va undan tashqari 7-6 kuchli motobloklarimiz uchun har xil turdagi telechkalarimiz, eng kichik 500 kilogacha bo'lgan telechkamiz ko'rib turishinglar mumkin. Oldi tomonda 7-6 kuchli motoblok, orqa tomonda 500 kilolik telechkasi. Yo'q ukajonim, menga bu 500 kiloligini kichkinalik qiladi, menga kattarog'i deganlar uchun yon tomoniga ahamiyat berasizlar. Bundan keyingisi bu katta balonlar ham katta, mana oddiygina skuter balon emas, katta Damas balon qo'yilgan, katta qilib ishlangan aravamiz. Oldi tomonda 7-6 kuchli motoblok, orqa tomonda uzun 1,5 tonnagacha, 1 tonnagacha yuk tortish uchun mo'ljallangan aravasi. Va undan tashqari e'tibor berasizlar. Oldi tomonda 7-6 kuchli motoblok va orqa tomonida karter sistemasiga moslangan telechkamiz. Karter sistemasi 350 litrli yomkiz bochkasi bor va undan tashqari orqa tomonda dorilarni sechish uchun bog'larni dorlash uchun mo'ljallangan addenni o'zini karter sistemasi. Buni ishlash prinsipi juda ham oddiy. Oldi tomonda bir kishi ushlab motoblokdan minib ketadi, orqa tomonda bir kishi bemalol dorini sechib, ekinlarni dorilab ketish uchun mo'ljallangan varianti. Bugun sizlarga akalar 7-6 kuchli motobloklarimizni ko'rib turibsizlar. Har xil turdagi agregatlarni va 7-6 kuchli motobloklarni qanday ishlar qilishlarini qisqacha videosini, narx-navosini tanishtirib o'taman va kimga shu turdagi 7-6 kuchli motobloklar va shularga agregatlar so'ragan akalarimiz ekranning pastiga nomerimni qoldiryapman. Bemalol kelib bizni do'konimizda optim bazadan suv tekin narxlarda mana shu turdagi motobloklar va motobloklar uchun agregatlarni xarid qilishinglar mumkin akalar. Manzilni aytib o'tib ukam deganlar uchun Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Shu turdagi qishloq xo'jalik texnikalarini optim baza birinchi qo'l katta sklati bo'ladi. Istalgan turdagi motoblok topishingiz mumkin, istalgan turdagi mini kultivatorlarni topishingiz mumkin va undan tashqari bitta eng zo'r qiziq tomoni akalar, biz do'konimizda mana shu turdagi instrumentlar 1 so'm pulsiz mutlaqo tekinga tarqatiladi. Xo'p, e'tibor bering, mana shu qo'limda turgan shurpavor nabor Makita firmaniki bo'lyapti. Ichida mana shunaqa ikkitadan 8 vatli batareyka, undan tashqari zaryadni hamda sverlo atverka golovkalari bilan jihozlangan shu shurpavor nabor boshqa do'konlarda 300 ming, 350 ming sotiladi, lekin bizning do'konimizda bu instrument 1 so'm pulsiz sizga shundoqga berib yuboramiz. Faqatgina bu instrument tekinga olishda sharti bor. Hozir mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentga omad deb hoziroq kirib yozib qo'ying va bizning do'konimizga kelganingizda shu
turdagi 50 xil noshiq instrumentdan birini tekinga olib ketishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, videoni oxirigacha ko'ring. Mana shu turdagi instrumentni tekinga olib ketishingiz mumkin. Faqatgina videoga like tugmasini bosib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Bo'lmasa motobloklarimizni ishlash prinsiplarini bir boshdan dori apparatlaridan boshlab tanishtirishni boshladi akalar. Xo'p. Birinchi bo'lib aytib o'tganimdek, karter sistemamizdan boshlaymiz. Bu karter sistemamiz aytib o'tganimdek, oldi tomonda rollar gidravlikali ishlangan 7-6 kuchli motoblok. Nima uchun ekan bunga roliga bunaqa gidravlikaligidan qo'ygansan degan akalarimiz uchun orqa tomonda og'ir yuk tortib yurgan holatingizda mana yerda o'tirib haydab ketayotgan odam qiynalmasligi uchun roli gidravlikaligidan qo'yganmiz. Roliga ahamiyat beradi, juda ham yumshoq buriladi. Oddiy variantlariga e'tibor bersanglar, mana bu oddiy variant. Burilishi ancha qiyin bo'ladi hamda balon sudralib buriladi. Bu variantda balon sudralmasdan buriladi, chunki buni balonlari birinchi o'rinda katta, ikkinchi o'rinda pachimliklar bo'ladi akalar. Xo'p. Bu 7-6 kuchli motobloklarimizni narxlari akalar 3 million 200 dan 4 million 700 gacha har xil modeli bor. Bugun motobloklarimiz sizlarga agregatlarning narxini tanishtiraman. Aytib o'tganimdek, motoblok narxi 3 million 200 dan 4 million 700 gacha kelsanglar, sifatiga, ishlashiga, garantiyasiga qarab narx-navosini chiqarib kelishtirib arzon qilib beramiz. Xo'p, agregatga o'tamiz. Bu agregatimiz aytib o'tganimdek karter sistemasi, o'zida karter sistemani ichiga shu arava, bochka, orqa tomondagi yomka, yomkasidan tashqari pistolet shlankalar bilan komplekt holatda 6 million 500 dan tarqatilmoqda. 6 million 500 dan ichida yana aytaman, 350 litrli bochka, arava, motoblokdan tashqari aravasini beraman, bochkasini beraman, orqadagi karter sistema, shlanka, pistolet, undan tashqari zapas, salni hamda garantiyalari bilan 6 million 500 ming baho aytilyapti. Motoblokda qanaqasi kerak bo'lsa, o'sha motoblokni tanlasangiz, narxini kelishtirib shu holda komplekt qilinadi keyin. Xo'p, ishlash prinsipi juda ham oddiy. Bochkaga dorilaringni to'ldirib, dorini zapravka qilib bo'lganinglardan keyin karter sistemamizni ishga tushirasizlar. Bu karter sistemamizni ishlash prinsipi yurishlari zavodnoy orqali yarimta tortsangiz zavodit oladi hamda motor ishga tushganidan keyin через remen orqali karterga harakat berib, dorini sechib ishlab beradi. To'liqroq ma'lumotni olish uchun ekranda pastdagi nomerga telefon qila olasizlar akalar, bemalol. Xo'p, narxi 6 million 500 ming, bochka, karter, yomkas, shlanka, pistolet, 1 yil garantiya, zapas salnilarigacha faqatgina motoblokdan tashqari. Motoblokni tanlasangiz, unga qarab motoblokdan qo'shib hisoblab beramiz. Xo'p, ukam bizga faqatgina karter bo'lib ishladimi degan akalarimiz uchun e'tibor berasizlar. Karterdan sechib bo'shagan paytda yomkisini hamda orqa tomondagi karterini bolgaga qatirilgan, mana 4 ta bolgaga bilan qatirilgan, suvarka qilinmagan 4 ta bolgaga hamda yomkisda olib qo'ysangiz, aravamiz mana shu holatda oddiy o'zi qoladi. Undan keyin bemalol yuklarni ham toshib foydalansanglar bo'ladi. Bu katta arava hisoblanadi. Kattaligi juda ham zo'r. Mashina balon bilan jihozlangan, полностью konteyner release, ichiga suv quysizdan bir tomchi suv oqmaydi. Undan tashqari qalinroq profillardan ishlatilgan, chunki akalar og'ir yuk ko'targanda bukilib, sinib ketmasligi uchun. Konteyner materiallarni bilasizlar, listlar juda ham yaxshi sifatli list hisoblanadi. O'tiradigan joyinglar taxtadan, oyoq qo'yadigan joyinglar taxtadan, undan tashqari persebnoylari aylanadigan universal persebnoy qo'yilgan bo'ladi. Bu telechkamizni narxiga o'tadigan bo'lsak, telechkamiz eng katta telechkamiz narxi 2 million 700. Kelsanglar kami ham bor, kelishtirib arzon ham qilib beraveramiz. Xo'p, ukajonim, menga bunaqa oshchi kattasi kerak emas. Menga shu o'zim mayda-chuchna narsalarni bir 400-500 kilo yukimi toshsin yetadi degan akalarimiz uchun bu tomonda mana 500 kiloga mo'ljallangan universal aravachamiz. Bunga skuter balon qo'yganmiz, yangi. Bu ham ponni konteyner listdan yasalgan bo'ladi. O'tiradigan joyinglar taxtadan, oyoq qo'yadigan joyinglar ham bundan ham taxtadan bo'ladi. Hamda dishlasi aylanadigan dishlar bo'ladi. Ukam, aylanadigan dishlar o'nqir-cho'nqir joylarda yurganinglarda perseb mabodo yonboshlagan holatda persebnoyda hamda traktorda orqa tomondagi dishlasini uzib yubormasligi uchun mo'ljallangan bo'ladi. Oddiy misol ko'rishinglar mumkin. Mana perseb og'darilgan holatda ham motoblok tikka holatda turadi, chunki persebnoyga e'tibor bersanglar aylanadigan bo'ladi. Bu kak amalizator hamda resorni vazifasini bajarib beradi, chunki o'nqir-cho'nqir joylarga tushganinglarda ham traktorga nagruska kelib qolmaydi. Bu aramamizning narxi 2 million 200 ming so'm. Kelsanglar buni ham kami bor, kelishtirib arzon narxlar qilib beramiz. Va motobloklar uchun selka apparati, don mahsulotlarini ekib, dorilarni solish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Yomkislarini ko'rib turibsizlar, 7-8 kilogacha don mahsuloti hamda dorilarni solasizlar. Solganinglardan keyin pastki tomonlari ochiladi, mana ko'rishinglar mumkin.
Hop, mana yo'mkichlari ochildi, mana yo'mkichlari ochiladi hamda balon aylanganning hisobiga bu yerdan dorini pastga tortib yerga qadab ketadi. Bunimizni narxiga o'tadigan bo'lsak 1.300.000 kelsanglar, bundan ham soni cheklanmagan miqdorda bor. Har bitta aytayotgan narsami kami ham bor, kelsanglar kelishtirib ham beramiz. Hop, undan tashqari ukam menga puliga kerakadigan akalarimiz uchun 7 ot kuchli motobloklarimiz uchun universal emas, oddiy pulugimiz kelgan. Hop, bu oddiy pulugimiz yerlarda ag'darish uchun mo'ljallangan 20-25 santimetrgacha yeringizni og'dara oladi. Lislari qalin qilib ishlangan varianti. Narxi 200.000 dan 300.000 so'mgacha razmeriga qarab chiqadi. Xo'p. Undan keyingisi bizga oddiy puluk emas, bizga universal puluk bo'lsin ukam deganlar uchun 7 ot kuchli motoblok keladi. Bu ham 7 ot kuchli motoblok, faqatgina universal puluk qo'yilgan. Bu universalliging sababi bu balonni sizga razmer bo'lib o'tmaydi. Oddiy qizil pulugimiz. Bu bo'ladigan bo'lsa, balonni razmeriga ham o'tadi, e'tibor bering. Xohlang o'ng tomonga, xohlang chap tomonga legirovka qilib, ikkala tomonga razmer qilib o'zgartirib ishlatsangiz bo'ladi. Ishlashi sifati juda ham zo'r hamda turpoqda ham akalar ko'rishingiz mumkin, ikkala tomonga otib bera oladi. Bunimiz narxi 750.000 dan 850.000 gacha razmeriga qarab bu ham narxi o'zgaradi. Xo'p, undan tashqari 7 ot kuchli motoblokka agat ulangan holati. Bu agat yordamida bemalol jo'ylaringni haydalgan yerlarga agat olishinglar mumkin. Bularimizning narxi 100.000 so'mdan 250.000 so'mgacha. Xo'p, undan tashqari 7 ot kuchli motoblok uchun kartoshka kovlaydigan ulangan holati. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu bemalol ekilgan kartoshkalar ko'plab foydalansanglar bo'ladi akalar. Bunimizning narxi 200.000 dan 300.000 so'mgacha. Xo'p, undan tashqari 7 ot kuchli motobloklar uchun orqasida universal chisel. Bu universal chisellarini hamda 70% agregatlarini o'zimiz ishlab chiqazamiz. Birinchi qo'l katta baza akalar. Xo'p, bu chiselimizni ma'lumotga o'tadigan bo'lsak, teva tomonda legirovkalari bor. Bu legirovka yordamida ichkariga, tashqariga chisel torayib kengayadi. Istalgan agatingiz bir dona agatiga tushadi hamda qaldirg'ochlar yordamida yerda o'yib yeringiz ichini chizillab beradi. Narxiga o'tadigan bo'lsak, narxi 500.000 so'mdan 600.000 so'mgacha razmerda o'zgarishiga hamda metaliga qarab narxi qimmat arzon bo'ladi. Xo'p, bu har doimgidek 7 ot kuchli motoblogimiz uchun o'zini frezalarini qo'yib qo'yilgan holati. Xo'p, undan tashqari 7 ot kuchli motoblogimiz ekinda ichida ishlash uchun bir dona agatiga tushib ishlash uchun temir balon moslaganmiz. Bu temir balonni ko'rishingiz mumkin. Ikkala temir balon tashqarisidan tashqariga razmeri 28 santimetr bo'ladi hamda 50, 60, 70 agatlar ichiga tushib chopish uchun mo'ljallangan bo'ladi. Narxiga o'tadigan bo'lsa, jupi 550.000 dan 600.000 gacha razmeriga qarab. Xo'p, orqasidagi agatimiz 200.000 dan 250.000 gacha. Xo'p, undan tashqari loyliroq hamda yumshoq yerlarda ishlash uchun o'zini mana bunaqa katta temir balonlari kelgan hamda motoblokda o'sha boshda aytganimdek rollari gidravlikali variantlari kelgan. Xullas 7 ot kuchli modellarda har xil modellardan topishingiz mumkin. Narxi 3.200.000 dan motobloklarimiz boshlanadi. Eng zo'rlari 4.700.000 gacha 7 ot kuchli 170 model uyga, xo'jalikka ishlatish uchun eng yaxshi hamyonbop bo'lgan modellar hisoblanadi. Hamda 7 ot kuchli bitta motoblokda olsam nima ishlar qiladi degan akalarimiz uchun ko'rsatib o'tdim. Bemalol yumshoq yerlar ichini yurib harakatlансanglar bo'ladi. Temir balonlari hamda agatlarini qo'yib agatinglarni olsanglar bo'ladi. Undan tashqari yer hayda frezalarni qo'yib yer haydashinglar mumkin. Undan tashqari ekinlarning ichini chizillashinglar mumkin va undan tashqari kartoshkalaringni kovlasalaring bo'ladi. Mana kartoshka kovlaydigan agregatini qo'yib va undan tashqari ocharlarini qo'yib agatlaringni olsanglar bo'ladi va undan tashqari puluklarini qo'yib yeringlarda puluklasanglar bo'ladi va undan tashqari 7 ot kuchli motoblokka selka olib don mahsulotlarini ekib dori solsanglar bo'ladi, yuklaringni toshsanglar bo'ladi hamda dori sechib foydalansanglar bo'ladi. Xullas 7 ot kuchli motoblokka bitta o'ziga anchagina agregatlar bilan foydalansanglar bo'ladi. Manzil Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni, qishloq xo'jalik texnikalarini optim ba'zi birinchi qo'l katta sklati bo'ladi akalar. Xo'p, ukam videoni boshida aytding, tekinga shurpoyor nabor beraman deding. Bu shurpoyor naborni olishni sharti qanday deganlar uchun biz do'konga keling, o'zingizga yoqqan turdagi bitta motoblokni xarid qiling. Va motoblokni xarid qilganingizdan keyin do'konimizning ichiga kirasiz. Do'konimiz ichida to'g'rida omadli baraban qo'yilgan. Bu omadli barabanning ichida ko'chada ko'rsatib o'tgan shurpoyor nabor, bolgarka, drill, xullas shu yerdagi turgan barcha instrument shu barabanning ichiga joylangan. Keling, bitta motoblok xarid qiling va shu omadli barabonni aylantirib, ichida
qanaqa sovg'aga to'xtasa ham o'sha sovg'ani 1 so'm bo'lsa shundog'iga motoblogingizga qo'shib olib keting. Ko'pchilik aytayapti, "Ukam barabanning ichida sovg'a tushmay qolishi ham mumkinmi?" deganlar uchun barabanimiz 100% sovg'aga to'ldirilgan, sovg'asiz ketmaydi. Chunki har bitta kataklarida sovg'alari bor. Keling, o'z omadingizni sinab, yaxshi instrument tekinga oling, motoblogda eng arzon narxda oling. E'tiborlar uchun rahmat, joninglar sog' bo'lsin.